Assalomu alaykum, men uchun qadrli bo'lgan futbol ixlosmandlari. Ushbu video 3 qismga bo'linadi. Faktlar, shaxsiy fikrim va xulosa. Jamoasi ilk bor jahon chempionatiga yo'l olgan murabbiy shunday degan: hayotimda bunchalar ko'p katta yoshli erkaklarni yig'laganini birinchi bor ko'rishim. Bu so'zlar bugun qiymatini yo'qotgandir, chunki o'lchovlar darajasi o'zgarib ketdi. 16 kundan keyin Birlashgan Arab Amirliklarini yutib, jahon chempionati 2026 ga yo'llanma olsak ham, ko'zlar tugul kipriklar ham nam bo'lmasa kerak. Nima dedingiz yoki yanglishdimmi? Biz chet el futboliga nazar solgandik, ular ham bizning futbolga goh-gohida nazar tashlab turishadi. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga ilk bora chiqishi haqida butun dunyoda qanday fikrlar bildirilmoqda? Buni yaqin daqiqalar ichida ko'rib chiqamiz. Siz esa bosh barmog'ingiz yordamida kanalimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Siz omad va yutuq egasi bo'lishni istayotgan bo'lsangiz, kommentariyada Telegram kanal bor. Unga qo'shiling. Sevimli jamoangiz bilan birga chempion bo'ling. Telegram kanalda promokod va istalgancha ma'lumot topishingiz mumkin. 10 million so'm bonus sizni kutmoqda. ESPN nashrida shunday deyishdi: O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati 2026 ga ilk bora tashrif buyurishga juda yaqin turibdi. So'nggi turda ular Osiyoning grand jamoalaridan biri Eron bilan 2-2 hisobida o'ynashgan. Eng muhim jihati shuki, ular 2 bor hisobda oldinda borishdi. Bu esa O'zbekistonning Osiyoda istalgan jamoa bilan teng kurashlar taklif eta olishini ko'rsatadi. Ve Global Futbol nashri esa O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishini 92.6% deb baholadi va jamoa kuchli pozitsiyada deb yozib qo'ydi. Futbol 365 sayti esa milliy terma jamoamizni ilk bor jahon chempionatiga katta yulduzlar bilan borishini ta'kidlab qo'ydi. Jamoaning kuchli tomonlari: O'zbekiston asosiy e'tiborini yoshlarga qaratgan. Abbos Fayzullayev, Abduqodir Husanov kabi yoshlar jamoaning muhim tayanchiga aylanib ulgurishdi. O'zbekistonning yana bir eng kuchli jihati bu intizom. Murabbiyning strategik yondashuviga futbolchilar intizom bilan bo'ysunayotgani jamoani jahon chempionati sari yaqinlashtirmoqda. Qolgan nashrlarning fikrlari ham deyarli shunga o'xshash. Jamoaga umumiy baho berilganda Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanovni alohida tilga olishgan. Bu tabiiy. Yuqoridagi futbolchilar Yevro nashrlar tomonidan juda ko'p bor tilga olingan. Endi esa shaxsiy fikrlarga o'tsak, Birlashgan Arab Amirliklari futboli fransuz futbolidan chuqur andoza olgan. Ular yoshlar o'rtasida yakka kurashlaridagi ustunlik va qarshi hujumda shiddatlilikni targ'ib qilishni boshlagan allaqachon. Legioner futbolchilarni mahalliylashtirish jihatlarini ham olgan. Birlashgan Arab Amirliklari tarkibida mahalliylashtirilgan va o'yinni hal qiluvchi kuchli legionerlar serob. Keyingi raqibimiz haqida ham gapirmaslik adolatsizlik bo'lar. Qatar bir necha yildan beri Qizil Furiya darvozasini taqillatib kelmoqda. Ispan futboliga qattiq ruju qo'ygan qatarliklar o'zining bosh jamoasiga tinmasdan ispan murabbiylarini taklif qilishmoqda. O'yin uslubi esa qisqa paslar ustiga qurilgan. Uzoq vaqt to'p bilan yurishni, bu orqali raqibni toliqtirishni sevadigan jamoa. Bu uslubda maydon markazi katta ahamiyatga ega. Qatarliklarning baxtini qarang. Akrom Afif universal futbolchi. Xullas, oldinda bizni 2 raqib kutib turibdi. Hazil emas, raqib rostdan jiddiy. Oldinda 3 ta yo'l bor. Ikkitasida yirtqichlar, uchinchisida esa och qolgan quyon bor deyilsa, ikkilanmasdan yirtqichlar tomon yurgan bo'lardim. Chunki ochlikda birgina maqsad bo'ladi: qorinni to'qlash. Qanday yo'l bilanligi ikkinchi masala. Raqibimizga faqat ochkolar kerak. Qanday yo'l bilan ekanligi muhim emas, shunisi xavfli. Shunday ekan, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarga yengil ko'z bilan qarash noto'g'ri. Ulardan biri fransuz, ikkinchisi ispan futboliga hamohang rivojlanayotgan bo'lsa-da, bizning italyancha analizga bas kela olmaydi. O'yin ichida tashxis qo'yish bo'yicha bizning yigitlar ancha ustun. Kambeklar sababi shu. Abbosga erkinlik berilsa, butun maydonni o'lchaydi va bo'sh hududlarga pistirma o'rnatib chiqadi. Video so'ngida muxlislarga murojaat. Bir muxlis mendan so'radi: Superliga klublarining libosi nega deyarli bir xil rangda deb. Men ma'lumot qidiryapman. Oramizda yosh kattalar ham bor. Libos va ular rangi bo'yicha tarixiy ma'lumotlarni bilganlardan iltimos, kommentariyada to'liqroq ma'lumot bering. Like va obuna esdan chiqmasin. O'zingizni ehtiyot qiling.